Viloyat axborot kutubxona markazida Infolib Uzbekistan 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi tadbirlariga start berildi. Mazkur haftalik ochilishi munosabati bilan o'tkazilgan tadbir haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Viloyat hokimligi mas'ullari, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, kitobxon yoshlar hamda markaz xodimlari ishtirok etgan tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimizda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, kitobxonlar safini kengaytirish va ularni munosib rag'batlantirish borasidagi ishlar haqida to'xtalishdi. Foydalanishga topshirilayotgan yangi kutubxonalarda bugun minglab yoshlar mutolaa zavqiga oshno bo'layotgani ta'kidlandi. Shuningdek, an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ushbu haftalikning ahamiyati, undan ko'zlangan maqsad va amalga oshiriladigan loyihalar haqida ma'lumotlar berildi. Keyingi yillarda mana e'tibor berishimiz mumkin. Samarqandda ham mana shu 10 oy davomida 12 ta kitob do'koni ochilgan bo'lsa, shundan ikkitasi Book Cafe, ya'ni kitob o'tirib shu ham ovqatlanib, ham o'sha paytda unumli foydalanib kitob o'qishga mo'ljallangan. Kutubxonachilik haftaligi har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi va bu o'z navbatida soha xodimlarining malakasini oshirishdi, qolaversa sohadagi yutuqlarni, yangi axborot texnologiyalarida sohaga qo'llashdi. Shu bilan birgalikda bugun mana sun'iy intellekt ham rivojlanib boryapti. U bilan birgalikda ayni shu kutubxonachilikda ham hamohang olib borishlikda ko'zda tutadi. Kutubxona sohasidagi yutuqlarni targ'ib qilish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish va axborot resurslari orqali bilimga oshno jamiyat barpo etish maqsad qilingan haftalikning ochilish tadbirida viloyat musiqali drama teatri aktyorlari tomonidan monolog va dialoglar namoyish etildi. So'z mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiy tilidan aytilgan o'gitlar va g'azallar ishtirokchilarni yana bir bor ilm, ma'rifat va kitobxonlikka chorladi. Viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi chiqishlari, raqs va qo'shiqlari tadbir qatnashchilariga bayramona kayfiyat ulashdi. Ochilish tadbiridan so'ng viloyat axborot kutubxona markazi mutaxassislari Zoom platformasi orqali kutubxonalar va ularning jamiyatdagi roli, ilmiy izlanishlar, madaniy aloqalar va barqaror rivojlanishga ta'siri mavzusidagi ilmiy anjumanda faol ishtirok etishdi. Anjumanda kutubxona faoliyatining zamonaviy yo'nalishlari, ilmiy izlanishlarda axborot resurslarining o'rni, madaniy hamkorlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiluvchi tashabbuslar muhokama qilindi. Ma'lumot uchun haftalik doirasida axborot kutubxona sohasidagi ilg'or tajribalar almashinuvi, zamonaviy kutubxona texnologiyalari, yosh mutaxassislar ishtirokidagi ijodiy uchrashuvlar va ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan.